9-kun bugun aziz do'stlar, miyani sog'lomlashtiruvchi mashqlarimizni bajarishda davom etamiz. Bugun ham sizga mashqlarni ko'rsataman, siz takrorlaysiz va shu jarayonda sizga o'zini o'zi davolagan miya haqida ma'lumot beraman. Bugungi mashqimiz mana bu. Xullas, 25 yoshli Phineas Gage haqida bu hikoya. U Nyu-York yaqinidagi temir yo'l qurilishida ishlaydi. Uning vazifasi yangi temir yo'l uchun yangi yo'llarni ochish, tog' va toshlar orasida. Tabiiyki, bu jarayonda u portlashlardan foydalanadi. Va 1848-yil 13-sentyabr soat 16:30 da kutilmaganda navbatdan tashqari portlash yuzaga keladi va uning natijasida Phineas Gageni portlash osmonga uchirib yuboradi va o'sha jarayonda uzunligi 1 metr, og'irligi 6 kilogramm bo'lgan temir stержень uning yuzidan kirib bosh sohasidan chiqib ketadi. Va uning miyasida peshona sohasining juda katta qismi shikastlanadi. Hushidan ketadi Phineas Gage, keyin o'ziga keladi bir necha daqiqadan so'ng. Hamma hayron qoladi, chunki xotirasi, diqqati, nutqi hammasi saqlangan holatda bo'ladi. Hattoki kasalxonagacha Phineas Gage mustaqil ravishda o'tirgan holatda yetib boradi va uni kutib olgan doktor Harlow hayron qoladi, chunki bunday katta shikast olgan insonning klinik holati bunday bo'lishi mumkin emas edi. Hattoki uni aldashgan deb o'ylaydi. Mashqni biroz murakkablashtiramiz. Mana bu tarzda. Davom etamiz. Xullas, nima deb o'ylaysiz? Phineas Gage yana necha yil umr ko'rgan? U mana shu voqeadan so'ng yana 12 yil yashaydi. Ya'ni uning miyasida nima sodir bo'lgan? Miyaning funksional neyroplastiklik xususiyati bor. Aynan mana shu xususiyat tufayli nobud bo'lgan, yo'qotilgan neyron hujayralari o'rniga yangi o'zak neyron hujayralar keladi va uning funksiyasini, ya'ni nobud bo'lgan hujayralarning vazifasini o'z zimmasiga oladi. Va aynan mana shu funksiyaviy neyroplastiklik xususiyati tufayli Phineas Gage yana 12 yil yashaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni inson miyasi o'zgarmas a'zo emas. U doimiy ravishda o'zgarish xususiyatiga ega. Mashqimizni yakunlaymiz va biz har kuni mana shu kabi miyani rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni bajarish orqali miyamizni sog'lomlashtirishga erishamiz. Uning neyroplastiklik xususiyati yanada mustahkam bo'lishiga erishamiz. Agar siz mana shu kabi qiziqarli ilmiy voqealar haqida ko'proq bilishni istasangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi mashqni bajara olgan bo'lsangiz, har doimgidek izohlarda plus belgisini yozish ham yodingizdan chiqmasin.